Sahari bor kasallarda qachon va qaysi holatda implant qo'yish tavsiya etiladi? Mani simpalka deyishardi. Butun o'sha kafedrada Nima qiyinchiliklarga yuz kelgansiz? qorovulchilik ham, ko'chaga chiqib daraxt ham kesganman, o't yulganman. Faqat milkni ko'radi. O'shaning uchun ularga patsientlarga shu muhim emas. Bu hozirgi kungacha ishlab kelyapsiz, media deyarli yuritmaysiz, lekin sizni hamma taniydi. Patsient kelganda artpeziya qolib qolibdi. Nagrodnik yo'qmanman. O'stirgan milkimni qapishtirib pastga tortib qo'ygan. Ya'ni har bitta implantatsiyada SST qilish shart emas. Lekin bemor yoshini chegarasi bormi? Masalan, men bu yoshgacha implant qo'yish kerak, men bu yoshdan keyin mumkin emas degan narsa Eng bormi? yoshga endi ko'proq konsepsiyam patsient kamroq qiynashda menda. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Podkastimiz navbatdagi sonli mehmoni Asqarga Tashpo'latov, vrach stomatolog, xirurg, parodontolog. Assalomu alaykum Asqarga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Sharmasdan. Asqarga podkastimizni sekin xudo xohlasa boshlayveramiz. Birinchi savolimiz, o'zingiz qisqacha tanishtirsangiz, ma'lumot bersangiz. 1983-yil Jizzax shahrida tug'ilganman. 17 yoshimda birinchi davlat Toshkent davlat tibbiyot institutiga stomatologiya fakultetiga kirganman. 5-yil bakalavriatni bitirib 2005-yildan 2008-yilgacha jarrohlik stomatologiya, oralniy xirurgiya fakultetini bitirganman. Ordinaturani, Magistratura. magistratura. 2006-yildan boshlab hozir oldingi temir yo'l poliklinikasi, hozirda esa stomatologik yordam xususiy klinikasida 2019-yilgacha ishlaganman. Anchada o'xshatib o'ynagansiz-da. 13 yil atrofidaman. Aynan shu yo'nalishda ishlaganmisiz yoki hamma yo'nalish? Yo'q, именно xirurgiya bo'yicha Faqat ishlaganman. Удаление sekin-sekin 2006-yildan beri 2005-2006 implantatsiya bo'yicha implantatsiya bo'yicha shug'ullanaman. Tak. Hozirda 1 yil oldin klinika o'zim xususiy klinika ochdim. Imperial Dental klinikasini. Hozirda o'sha yerda faoliyat yuritaman. Asqarga shu o'qishni bitirganingizdan keyin ishga joylanayotgan paytingiz, ishlayotgan paytingiz qanaqadir qiyinchiliklar bo'lganmi? Nima qiyinchiliklarga yuz kelgansiz? Qiyinchilik ko'p bo'lgan. Shunaqa darzni gapirib bersangiz, ishlarga ibrat bo'ladi. Qiyinchilik o'qish tomonidan bo'lmagan bizga paytda anatomiya, gistologiya baza kuchli bo'lgan, o'qituvchilar kuchli bo'lgan, majburlashgan o'qitishga. O'ylayman o'sha davrda biz zakalkamiz oshib borganda, shu studentlikdan 1-kursdan boshlab anatomiya, 2-kursda gistologiya, 3-kurs patanatomiya, hamma o'qituvchilar juda kuchli bo'lgan. Undan keyin kafedralni o'zimizda spetsializatsiya bo'yicha ustozlarimiz ham kuchli bo'lgan. Undan keyin o'qishni bitirdik. Bakalavriat, keyin magistratura paytida ham to'g'ri kelgan o'qituvchilarimiz juda kuchli bo'lgan. Jilonov Abduvor Astanovich, Sharif Yo'ldashevich, Muhammad Jasmailovich, Mahmud Zakirovich, Shuhrat Mahmudovich, Lola Muratovna, Kiselyova Yelizaveta Mixaylovna, hammasini qo'lida Legendalar. o'rganib o'sha yerda yurganman. Mani simpalka deyishardi. Butun o'sha kafedrada bir haftada 7 kun bo'lsa 5 kun o'sha yerda bo'lganman. Ertalabdan kechgacha o'qishga borardim. O'qishdan chiqib yana kafedraga borardim. Anketa to'ldirish, sanitarkalarga yordam berardim, medsestrlarga yordam berardim. Hamma ish qilgansiz. Hamma qanaqadan o'tgansiz etapdan. Qorovulchilik ham, ko'chaga chiqib daraxt ham kesganman, o't yulganman, hammasini. Eshitdinglar mana hamma shu etapdan o'tgan. Shuning uchun qiyinchilikka kirmaydi. U keyin hozir o'ylab qarasam, bu eng zo'r davr bo'lgan. Hech qanaqa asabbuzarlik bo'lmagan, faqat o'sha qo'limizdan keladigan o'qish deganimiz o'qiganmiz bo'ldi. Boshqa hech narsaga aralashmaganmiz. Tushundim. Bu hozirgi kungacha ishlab kelyapsiz, media deyarli yuritmaysiz, lekin sizni hamma taniydi. Juda ham ko'p lektorlar, legendani, chet ellik
katta-katta vrachlar, katta-katta lektorlarni oldiga borib, o'rganib, amaliyot o'tab kelgansiz. Shu haqida ham gapirib bering. Qanaqa bunaqa etapga chiqqansiz, bunaqa darajaga chiqqansiz? Biza bitirgan davrda implantatsiya bo'lmagan O'zbekistonda. Endi qo'yib yurishgan 5 ta, 6 ta vrachlarimiz hozirgacha ham ular qo'yib yurishadi. O'sha paytda ularga ham biza havas qilib katta bo'lganmiz. Implantatsiya endi hozirgi davrda implant qo'yasiz, bitadi. Bunaqa bitib, tushib ketib muammo bo'lmagan hozir qolmagan почти. O'sha davrdan o'tgandan keyin уже odam ko'proq narsa xohlaydi. Masalan, estetika, uzoq implantatsiya uzoq xizmat qilishi, u 3 yildan keyin, 4 yildan keyin problem paydo bo'lsa, uni hal qilish yo'llarini qidirish kerak bo'lib qoldida. O'sha narsaga odam taqalgandan keyin odam o'zi izlanishni boshlaydi-da. Kimdan o'rgansam, qachon o'rgansam. 2013-yil adashmasam, bir Moskvaga borib, shu kurslarga borishni boshlaganman. 2013-yil-a? Da. Undan oldin o'zim boshlaganman, milk o'stirganman. Tuya o'stirib ko'rganman. Bittasi o'xshaydi, bittasi o'xshamaydi, bittasi yiringlab ketadi, bittasi umuman bitmaydi. Endi patsientlarga aytilmasdi, chunki o'zim shu summaga qo'shmasdan bepul asnovida shu o'zim olib ko'chirardim. Bitsa bitib ketdi, bitmasa bitmasdi. O'sha narsa lekin odam motivatsiya bo'ldi. Nima sababdan shunaqa bo'lishi? Savollar ko'payib ketdi. Juda ko'p javob oladigan odam yo'q. Ular so'raydigan odamlar ham hammasi faqat implantatsiya, ularda ham xuddi shunaqa savol. Keyin o'sha Moskvaga o'qishni boshladim. Aram Davijanga bordim. Birinchilardan Eduard Anchakov. Bernatskiyga bormaganman. Keyinroq bordim, kechroq. Shu joyda mana savol tug'iladi. O'sha praksika boshlagan paytingiz, mana kurslarga borayotgan paytingiz hozirgiga nisbatan, misol uchun, internet tarmoqlar unchalik rivojlanmagan bo'lganda, ya'ni Instagram bo'lmagan, Facebook bo'lgan maksimalda. Facebook bo'lgan, Facebookda ko'rilardi o'sha. Ya'ni Gruppa bo'lardi, Mir Stomatologov rossiyskiy. O'shanda qachon o'qish bo'lishini aytmoqchiman. Shunaqa imenitniy vrachlarni siz qayerdan topgansiz? U kim tavsiya qilgan? Misol uchun, Urban shkolasiga misol uchun bordingiz, Ukelliga Urban bordingiz. shkolasi u keyincha Keyinroq bo'lgan. bulardan уже bo'lgandan, bulardan savollar уже paydo bo'lgandan уже Keyin etap bo'lgan. первый источникka ketildida. U payt keyin finans qayerdan nima qilgansiz? Ularga borishga qimmat bo'lgandir u paytda ular. Paytlarda qimmat bo'lgan. Endi ish o'ziga boshlagan yarasha. paytlaringiz, endi rivojlanib kelayotgan paytingiz qanaqa Endi qilib pul ajratilardi baribir o'sha 30% alohida qilib qo'ygansiz? oilaga, 30% ishxonaga, 30% o'qishga. Qolgan 10%ni yig'sangiz yig'ardingiz, yig'masangiz bu ham xarajatga kirib ketadi. To'g'ri. Hozirgi kunda xirurg sifatida, ya'ni hamma yo'nalish qilasiz. Kostniy plastika, implantatsiya, plastik disney shuni orasida baribir bo'ladimi? Qaysi направлениеga real ishtiyoqingiz baland, maza qilib qiladigan направлениелaringiz shular orasida? Удаление ham yoqadi. Особенно qanaqa aql tishlar. Удаление qilasiz hozir ham? Hozir ham ortodontlarim bor, yuborishadi. Ko'proq NKR yoqadi, plastika disney yoqadi. Сложный случайlar ko'p, hozir juda ko'payib ketgan. Hozir endi o'shalarga harakat, tayyorgarchilik. Bundan buyoq yana ko'payadi, chunki hozirgi yoshlar bilib bilmay, Sizlardagi yoshlar shiyotadi. yo'q, sizlardagi emas, endi просто bilib bilmay осложнение ko'payib ketdi-da, odam harakat. Sizga asosan hozir осложнение ham ko'p keladimi? Ko'proq осложнение-da. Hozir mana yoshlardan gap ochdingiz. Yoshlar mana xirurgiyaga endi kirib kelayotganda, implantatsiyadan ko'pchilik endi boshlaydi. Udaleniyadan keyin implantatsiya ko'proq navigatsiyaga upor bergan yaxshimi? Ya'ni navigatsiya bilan boshlagan yaxshimi? Yoki baribir analog o'sha analog Birinchi navbatda anatomiyadan boshlagan ma'qul. Chunki u kesasiz, ochasiz, baribir anatomiya kerak. U sifra ko'radigan narsa siz bilimingizga baribir u tayanib o'shandan kelib chiqqan holda keyin o'sha sifra yoki analogni ishlatasiz. Ikkalasi ham qaysi qo'lida yaxshi ishlasa, o'ylaymanki, ikkalasi ham yaxshi.
Hozirgi kunda sifrada qilmaysiz, ya'ni shablonlar bo'yicha Shablonlar implantatsiyalar. bo'yicha yo'q, qiziqmadi. Mhm. Lekin sifrada bilishimiz bo'yicha NKRlar qilasiz, ya'ni Sifra bo'yicha yo'q. Hozir o'tgan 2 yil oldin borib o'qib kelganimda o'shanda paytda ko'rdim o'sha sifralizatsiya bo'lgan NKRlar ham, Citoplastni ham to'liq o'sha sifraga ko'chirib, даже setkalar qilib, ichiga joylab, Citoplastni ustiga suyakni ichiga to'ldirib yoki BMP2 ni qo'yib, o'shani o'zida tishlarga opora qilib qotirib qilgan keyslarni ham ko'rdim. Adashmasam o'ziz ham shunaqa qilib ko'rdingiz-a? Yo'q, men Citoplastda ishlayman, lekin sifralizatsiya qilmaganman, yo'q. Undan nima minuslari bor? Ya'ni minimalniy anaqa, как xato. Risk kamroq. Ish vaqti kamayadi, operatsion vaqt kamayadi. O'shani hisobiga отек ham kam bo'ladi, bitishi ham tez bo'ladi. И точность. O'sha kerakli joyingizga kerakli anaqada qo'yasiz. 4 ta vintni qotirasiz, chiqib ketasiz, tikib qo'yasiz. Lokalni ko'tariladi, to'g'ri? Yo'q, lokalniy emas, shu urban to'liq protokol bo'yicha ochasiz. Faqat o'sha помощник anaqa sizda bo'ladi, sifrovoy помощник. Tushundim. Implantatsiya o'zi siz uchun ko'proq nima? Ya'ni implantatsiya qilayotganda faqat suyakni to'qmasiga qaraysizmi? Suyakni balandligi, razmeriga qarab yoki Implantatsiya ortopediyani o'ylashmi ko'proq? Конечно, управляет ортопед, ортопедическая позиция. Исходя из этого, потом кость. И самое основное все равно десна. Потому что, да. Baribir odamlar suyakni ko'rmaydi, faqat milkni ko'radi. O'shaning uchun ularga patsientlarga suyak muhim emas. Shu oxirgi kongressda ham Zukeli bilan Urban nima deydi? Battle qilgan paytda Urban shu gapni gapirdi. Mana men 11 millimetr suyak o'stirdim, 10 millimetrli implant qo'ydim. Lekin 3 yildan keyin rentgen KT qilib qarasam, implantning vestibulyarni tomonida 3 millimetr suyak edi. Qolgan hammasi so'rilib ketgan. Lekin milkni qarasam, milk idealniy holatda. Stabilniy, to'g'ri? O'shaning uchun ham ko'proq birinchi navbatda milkka e'tibor berish kerak, keyin suyakga. Shunda siz o'ylaymanki yaxshi natijaga yetib kelasiz. Keyin mana bu sahari bor kasallarda qachon va qanaqa qilib, qaysi holatda implant qo'yish tavsiya etiladi? Так, sahar diabet unaqa противопоказание emas hozirgi davrda. O'sha endokrinolog bilan kelishgan holda o'sha lecheniya yoziladi. Operatsiyadan 20 kun oldin, operatsiyadan 20 kun keyin o'sha me'yorda ushlab turilsa, o'sha masalan stabilniy bitta уровень, masalan 8 yoki 10 bo'lsa, o'sha уровень tushib skachoklar bo'lmasa, o'sha to'qimani bitishiga xalaqit qilmasa, unda o'ylaymanki hammada bunaqa bo'ladi. Lekin bemorning yoshini chegarasi bormi? Masalan, men bu yoshgacha implant qo'yish kerak, men bu yoshdan keyin mumkin emas degan narsa bormi? Eng yoshi katta qo'ygan patsient 85 yoshda. 85 yosh. Hozirgacha kelib turadilar 87, 83 yoshda kelgan, hozir 87 ga kirdilar shekilli. Nobahor sahar diabetda sog'lom odamlarga nisbatan ularda Sog'lom odamga nisbatan sekinroq bo'ladi, и risk bo'ladi, воспаление tez rivojlanib ketadi. Gematoma ham yiringlab ketishi mumkin yoki suyak o'stirsangiz, suyak yiringlab ketishi mumkin, milk ko'chirsangiz u bitmasligi mumkin. Endi shu osteointegratsiya protsessi o'zi uzoqroq bo'lgani hisobiga ortopediya ham baribir cho'ziladi. Endi iloji boricha ko'proq kutiladi. Taxminan necha oyda o'zi? Masalan, 3 oy kutilsa, ularda 4 oy, 5 oy kutiladi. Ungacha vaqtinchalik protez yoki временный qanaqadir konstruksiya qilinishi kerak. Agar все на 4, все на 6 bo'lsa, u относительно o'sha нагрузка, пассивная посадка и плюс коррекция прикуса. Немедленный нагрузкаlar ham ko'p qilasizmi praktikada? Да, hozir ko'p. Ya'ni all on six'da сразу nagрузка qilib. Одиночкаlar ham qilinadi, 6 tishlarga ham уже primalarlar. Почти hamma tishlarda hozir bor. U именно implantatsiya qo'yganingizdan keyin o'sha kunning o'zida skaner qilib olasiz-da. O'sha kunning o'zida operatsiya payti skaner qilinadi, texnik
keyingi kuni уже tayyor qilib jo'natadi. Tushunarli. Mana operatsiyalar implantatsiya tepa jag'ida, past jag'ida qilganimizdan keyin deylik 16 qilinyapti, tepa jag'ida ham, past jag'ida ham. Сразу немедленно нагрузка qilgandan keyin u именно protez bilan qancha vaqt yurishi kerak? Qanchadan keyin постоянный уже zamena qilsak bo'ladi? Chunki u yerda baribir remodulyatsiya ko'st tkani, jismoniy tkani bo'ladi-yu. Protokol bo'yicha 6 oy, 6 oy, a? 4 oydan 6 oygacha. O'shanda suyak to'liq o'satga beradi, milk to'liq o'tiradi. Implant bitgan bitmagani Aniq bo'ladi. aniq bo'ladi. O'shani hisobidan kelib chiqib, keyin постоянный konstruksiya o'yiladi. Chunki ko'p vaqt sezilinadi. Mana o'zi 10 operatsiya deylik 3 oy bo'lsa, birlari betili 16 dan keyin 3 oydan keyin постоянный qiladida, 23 oy o'tgandan keyin уже jismdan tagida уже shel Da, qayerdadir shel bo'ladi, qayerdadir periimplantit boshlanadi. Qayerdadir mulchint o'zgartirishga to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni to'liq 6 oy kutgan yaxshi. To'liq kutgan yaxshi. Asqar aka implantatsiya plan qilinayotganda, ayniqsa buni yoshi katta bemorlarda ko'riladi, что suyak hajmi yetmaydi, ya'ni balandligi. Oddiy endi implantat qo'yadigan bo'lsangiz, hozirgi средний размер, misol uchun 8 millimetr bo'ladi, что 4 millimetr верхний челюсть o'zi сразу pazug'i. O'sha paytda endi o'zingiz oldingizda ham ko'p yurganman. Ko'pincha закрытый sinus lifting bilan chiqib ketardi o'sha momentlarda. Ya'ni, конечно, o'zi достаточный ткань har yerdingiz, но ko'p joyda sezardim, что закрытый sinus lifting bilan ko'p manipulyatsiyalarni o'sha operatsiyalarni o'tkazardingiz. Shuni sababini tushuntirib bersangiz, qaysi joyda открытый sinus lifting qilgan yaxshi, qaysi joyda закрытый? Endi закрытый sinusga ko'rsatma 2 millimetr yoki 2,5 millimetr balandlikda qalinligi kamida 5-4 bo'lsa yetadi. Закрытый sinus qilinadi, akkuratно ko'tariladi o'sha dno. Atrofiga gubka tiqish kerak. Bunaqasi bo'yicha. Hozir ko'proq gubka tiqaman birinchi, chunki teshib qo'ymaslik uchun, keyin suyak qo'yiladi. Gemostatik gubka. Shunda gubkani закрытый maltopini urishingizdan oldin qo'yiladi-da? Yo'q. Urgandan keyin ko'tariladi, keyin yoniga qo'yib, yana sekin-sekin maltopda uriladi. U kirgandan keyin u tashqarida chiqib kengayadi. Kengaygandan keyin bemalol qo'rqmasdan ko'tarsangiz bo'ladi. 2 millimetr deganingizda, ya'ni yetmayapti-kan 2 millimetrda, to'g'rimi? Ya'ni misol uchun 6 millimetr suyak bor, implant 8 millimetr qo'ymoqchimiz deylik. 2 millimetr suyak bor. O'sha 1 millimetr svirlit qilasiz. O'sha 1 millimetr sindirib ko'tarasiz pazuxani ichiga, keyin gubka tiqasiz. Kirishga suyak qo'yib, endi boshqa sistemalarni bilmadim, lekin Dentiumda o'sha anaqasi nima deydi? Prisheyka qismi kengroq. Apexga nisbatan o'shaning uchun o'sha kerakli pozitsiyada ushlashingiz mumkin, o'shani qotirishingiz mumkin. Dentiumdan tashqari boshqa sistemalarda ishlaysizmi? Dentiumdan tashqari Neodent bilan ishlab turaman. Kamroq Straumann. Keyingi savolimiz, mana implant tekilgandan keyin, ortopediya tugatilgandan keyin yoki ortopediya qilinishidan oldin milklar cho'kib, implantlar ko'rinib qoladi-yu. O'sha holatda qanaqa yopsa bo'ladi? Yopsa bo'ladimi? Albatta yopsa bo'ladi. Endi qanaqa shu texnikasi? oddiy implantatsiyadan keyin 5 yildan keyin recall qilsangiz, sizda уже implant просвечивать qiladi, milk yupqa bo'lsa, объем tushadi. O'sha yerda balkon hosil bo'ladi, yamka. O'sha yerga постоянно ovqat tiqiladi. Patsient o'zi siz oldingizga keladi, shikoyat qilib, mana shunaqa bo'ldi, ko'kardi. Ovqat tiqilishni boshladi, hidlanishni boshladi. O'shanda to'g'rilasa bo'ladi. Plastik disni qilib, Plastik o'sha tanglaydan yoki bugordan milk olinib, kerakli joyga o'rnatilinadi. Shu bilan muammo hal bo'ladi. Объем olasiz, estetika olasiz, funksiya olasiz. To'g'rilasa bo'ladi. Как раз case bor, o'shani ko'rsatib beraman. Endi mana hozir siz отсроченный уже rezultat aytyapsizku, misol uchun implantat qo'ygandan keyin 5-10 yildan keyin shu narsa bo'lishi mumkin deb. Именно в момент implantatsiya qaysi vaqt именно biza transplantat bilan ishlaganimiz yaxshi, ya'ni sразу joyida SSD qo'yib, zashit qo'yganimiz yaxshi, qaysi joyda misol uchun shart emas. O'sha normalari bormi? Hozir bu yerda ham уже anatomiyada, masalan, o'sha agar to'g'ri diagnostika qilsangiz, o'sha milk fenotip disney, tip kosti o'shalardan kelib chiqqan holda o'sha operatsiyani o'zida til tomonidan yoki tanglay tomonidan просто milkni konvert sifatida o'tkazib olishingiz mumkin. Patsient sezmaydi ham, bilmaydi ham. Yoki xuddi shunaqa
pastda ham. Til tomonda agar milk qalin bo'lsa, roll texnik qilib, bu siz patsientning hech narsa siz skalpel bundoq kesdingizmi-yu, bundoq qiyshayroq kesdingizmi, sizdan hech narsa ketmaydi. Zato patsient maza qilib chaynab yuradi. Unaqa qilmasdan turib, bug'urdan olsa ham bo'ladi transplantatsiya. Bug'urdan olsa ham bo'ladi, agar yon atrofda fenotip yaxshi joy milk bo'lsa, mukatomni kesib, o'sha joyda o'ziga implant qo'yib, kesmasdan o'sha olingan transplantatni bu yoqqa ko'chirib qo'yishingiz ham mumkin. Endi ko'proq konsepsiyam patsient kamroq qiynashda menda. O'sha enkerdem sinus zakritlik qilganim sababi ham shu. Chunki открыт sinus qilasiz, shishib keladi yoki agar shamollar boshqa bo'lsa, agar qaraysiz gaymariti bo'lsa, u gaymarit anaqa bo'lishi, обострение berishi mumkin. Yoki yirtilib ketishi mumkin. Yirtilsa u shu bilan risk. Nagnoение juda oshib ketadi. Suyakni qotishi juda Sekin bo'ladi. anaqaga nima deydi? To'liq garantiya bera olmaysizda, u ichiga fibroz o'sib ketadimi yo suyak o'sib kirib ketadimi, уже nekontrolируемый bo'lib ketadi. Ya'ni maksimal travmalar kamaytirish. Da, maksimal kamaytirish kerak, и patsientga qulay bo'lishi kerak. Ya'ni har bitta implantatsiyada SST qilish shart emas. Yo, har bitta qilish kerak, lekin shidyashi qilish kerak. O'sha yana tushuntirib bera olmadim shekilli. O'sha yon atrofdan olib bo'lsa ham to'g'rilab ketsa bo'ladi. Masalan, 7 bilan 6 qo'ysangiz pastga retromalarda slizistning tagida o'zi yashinib turgan bug'or bo'ladi. O'shani просто uzoqroq kesasizda, ichidan olib olasiz. Ikkiga bo'lib, ikkita tishni oldiga qo'yib yuborsangiz ham patsient hech narsa sezmaydi. Yoki tepada bug'orgacha ham kesasiz, keraklicha milk olasiz и keraklichaga ishlatasiz. Patsientga aytmasdan ham qilib yuborasizda, u summasini ko'pincha qo'shmayman, o'sha ichida qilib beraman. Shuning uchun patsientlar davolanib yuradi, xursand bo'lib yuradi. Chiroyli chiqdi ishim. Lekin bilmaydi, o'sha ichida baribir o'sha narsa qilingan protokol bo'yicha. Asqarga biologik shirina haqida ozgina so'ramoqchi edik. Bu narsa hamma narsada kerak, ortopediyada ham, ayniqsa xirurgiyada implant biz pozitsiya qotganimizda, ozgina zagubis qilganimizda ko'chni profilировать qilish, disnaga joy qoldirish, shu haqida ozgina ma'lumot bersangiz, qanchalik u narsa kerak? Biologik shirina bu eng kerakli narsa implantatsiya paytida, asosan oldida ko'pincha primalarlarda juda katta ahamiyatga ega. 6-malarlar sal ko'rinmaydi, o'shaning uchun patsientlar bunga e'tibor bermaydi. Biologik shirina o'sha yon atrofidagi o'sha zenit tugagandan keyin 3 millimetr himoya zonasi bo'ladi. O'sha emaldan boshlab o'sha suyagacha 3 millimetr tishda, implantda koronkadan boshlab 4 millimetr implant platformasigacha bo'lishi kerak normada. 5 ham bo'lishi mumkin, u ham norma hisoblanadi, lekin 4, 3,5 harakat qilish kerak. O'shanda sizda nima deydi? Прикреплённый десна, потом соединительная ткань и имплант bo'ladi. O'shani hisobida stabilniy защита вокруг импланта. Manjet bo'ladi-da. Da, manjet bo'lib, o'sha bilashga yig'ilmaydi, mikrob kirmaydi и gemodismosoma deydi. O'sha koronkaga yopishib turadi o'sha. O'shani hisobiga koronka yopishadi, yopishgandan keyin ichidan so'lak ham kirmaydi, ovqat ham kirmaydi, hech narsa kirmaydi. Shu implantatsiya paytida baribir ko'z bilan ham ishlash kerak, ya'ni konturni sразу задать qilib, profil prorezini yaxshi chiqish uchun. Reduksiyami? Ha, Da, reduksiya kerak. Kerak-a? U o'sha koronkani anaqasini razmerini задать qilasiz, o'sha formasini berib, kerak bo'lsa milk qo'yasiz. Milk u ahamiyati yo'q, qanaqa forma o'zi formaga kelib to'g'rilanib oladi. Faqat suyaga anaqa berish kerak. Kontur задать qilish kerak. Reduksiyani siz nima yordamida qilasiz? Implant o'rnatganimizdan keyin? Implant qo'yganimdan keyin sharavidni bor. Sharadni bor o'zini Da, akkuratно yangi sharavidni длинnoshka olasiz. Shu koronkani razmerida reduksiya qilib chiqasiz. Faqat implantni himoya qilish kerak yoki zaglушка qo'yasiz.
Chunki tegish kerak emas chetiga. Agar tegib ketsangiz bo'ldi u periimplantit bo'ladi yoki mana bu svязка hosil bo'lmaydi. Yoki внутренний шестигранник tegib ketasiz, u germetizm buziladi, keyin hidlanib o'sha yana problem boshlanadi. Yoki zaglojka qo'yasiz yoki eng kichkina formirovатель 2 millimetrli qo'yib qilganingiz yaxshi. Tushunarli. Yoki o'zini instrumentlari bor, reduksiya qiladigan spetsialniy. Shtraminda bor. Niyadan bo'lishi kerak. Bon profayler bor. Да. Retsessiyalarni so'raylik. Retsessiyalarni asosiy sabablari nimadan? Lokalniy Retsessiyaning sababi endi ko'pincha tishlar noto'g'ri joylashishi, intruziya, ekstruziya qilgan paytda ortodontlar ko'p anaqa qiladi, o'sha suyakni konturidan chiqib ketadi yoki слишком pastga tortib yuborishadi, o'shani hisobiga ochiladi. Undan tashqari mahalliy uzdechkalar, bokovой tяжlar bor, bulunjda bo'ladi, pastki jag'da bo'ladi. Til tomonda uzdechka ham. Undan tashqari travma, har xil biotip yupqa bo'lsa, agar aptozный stomatit chiqsa ham o'sha joy ochilib ketishi mumkin. Keyin hozir unaqa chiqqan tabak, Snus. da, o'shani qo'yishadi. Bu yoqda ajok chaqiradi. Ajok agar yupqa bo'lsa, uni ham ildizlari ochilib ketadi. Yoki вредный привычка, persing, Постоянно travma-da. постоянно travma. Asqar aka, ko'pincha retsessiyani biz ko'ramiz kombinatsiya klinovidniy defekti, ya'ni agar sustavda, ya'ni oklyuziyada muammo bo'lsa, ko'pincha o'sha retsessiya bilan klinovidniy defekt birga keladi-da. Bir xil vrachlarni ko'ramiz, ular точно именно klinovidniy defektni o'zini yopib chiqadi, retsessiyaga misol uchun parodontologga jo'natishi mumkin. Полностью hammasini retsessiyani yopish uchun. Endi bu narsani biz sababini ustrangiz qilmaganimizdan keyin, misol uchun ortodontga jo'natmaganimizdan keyin yoki ortoped bilan biz ishlamaganimizdan keyin, oklyuziyani to'g'rilamayimizdan keyin u narsa yana qaytishi mumkinmi retsessiyalar? Ya'ni plastika qilganingizdan keyin qaytishga qaytmaydi, lekin sababini baribir to'g'rilash kerak. Hozir o'sha terapevt o'zi biz kelajagimiz o'zi profilaktikada hozir. Da. Oddiy fissurniy kariz davolang. Yaxshilab gigiyena qildirib yursan, 6 oyda bir, 1 yilda bir. O'shanda kariz ham chuqurlashmaydi, parodontit ham chuqurlashmaydi, karmanlar. Agar vaqtida tozalab qarab yursangiz. Agar uni qaramasangiz, уже periodontitga o'tadi, pulpit bo'ladi, periodontit bo'ladi, keyin tish olinadi. Olingandan keyin yana o'sha implantatsiya, yana o'sha sikl ko'payib ketadi. Agar o'sha profilaktikaga biz e'tibor bersak, o'sha boyaga aytganingizdek, sal milk ochildi, milk yopdingiz, prikuska qaradingiz, o'sha klinovid defekt ham ko'paymaydi, kattalashmaydi. Undan tashqari sezuvchanlik boshlanadi chuqurlashgan sari. Undan keyin suyak o'zi atrofiya boshlanadi. U yana chuqurlashib, o'zi ahvol og'irlashadi. Davolash ham соответственно o'zi yo mablag' tomonidan ko'payadi, и plus ish объёми ham ko'payib ketadi. Недолго. Shu joyda bitta-ikkita vrachlarimiz ham savol berishdi, mana shuni ham bering deb. Mana shunaqa lokalniy retsessiyalarda ayollar labiga qiladigan filler gialuronoviy kislota deydimi, shunaqa narsa qilib retsessiyani yopishayotganmish. Shu haqida eshitdingizmi? Или сосочек o'stiradi. Yo'q, retsessiyani eshitmadim, lekin sosochka yopganini ko'rdim. Yopayotgan ekan, u to'g'ri. O'shanda ham fenotip qalin bo'lishi kerak. Yupqaga qo'ysangiz, u milkni o'zi zo'rg'a ushlab turibdi, u как сказать, anaqa bo'ladi-da. Ishemiya bo'ladi, u milkni yana o'zi qaytib ketadi. Chunki u qo'yadigan material, u hech qanaqa qon tomir o'sib kirmaydi. U sostavini bilmaymiz nimaligini. Vaqtinchalik narsa bo'lib turadi. Vaqtinchalik uni 6 oy, endi uzoq borsa 6 oy, 1 yilda so'rilib ketar. Undan keyin yana baribir undan ko'proq ham tushib ketadi. So'rilib ketsa. Yaxshi narsa emas. Endi yaxshi narsa bo'lishi mumkin, balki hozir endi yangiliklar ko'payib ketdi. Balki bu ham to'g'ri yo'ldir. Milkga ukol qiladiganlarchi nima deysiz? Plazmani qilishadi, ya'ni qanaqadir Plazma, MPVSlar, gormon, men сторонник emasman. Ya'ni prichinani boshqacha ko'radi-da, ular чисто gigiyena bilan olib bormaydi-da. Siz endi воспаление
yaxshi kamaydi. snimat qiladi, u anaqasi u ahvoli yaxshilanadi, milklar tozalanadi, bu yaxshi. Endi PRF u hech qanaqa milk восстановить qilmaydi, chunki u sostavi qon elementlari. Bizga biriktiruvchi to'qima kerak o'sha milkka qanaqa materialdan tashkil qilsa, o'sha tanglayda shu narsa bor. Shu ko'chirsangiz, o'sha narsa sizga tayyor Xudo yaratib qo'ygan. O'sha narsani akkuratni olib ko'chiring. Sizga hech qanaqa giyaluronka ham kerak emas. Uni 1 yilda bir qilasizmi, 6 oyda bir qilasiz, u milkni bir marta ko'chirasiz, shu bilan butun umr turadi. O'sha obyomi 2-3 barobar oshadi. Yildan yilga sayin. Donorskiy zonalarga keladigan bo'lsak, основной ikkita zona, ya'ni nyobadan и bugordan olinadi. Nyobat, bugor, estetik zonalarda 7-chi, 8-larni vestibulyar tomonidan olsangiz bo'ladi. Oxirgi o'sha qanaqada ko'rdim, Urban kongressida o'sha apelsinni korka hosil qilish uchun именно shu pastki qiyiq to'r 2 atrofida shu треугольный olib, o'sha pupurchikda joyini oralariga qo'yib chiqdi. O'shani hisobiga keyin apelsinni korka hosil qildi. U donor zonalar juda ko'p. Faqat uni keraklicha ishlatib, sizga nimaga kerakligini bilsangiz, o'shani olsangiz bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, uni ham qanaqadir показанияsi bormi? Ya'ni vestibulyarniy zonalarda Vestibulyarnidan olsangiz, u discolored bo'lmaydi. O'sha yonidagi to'qima bilan bir xil rangda chiqadi. Bir xil teksturada chiqadi. Tanglayni olib agar svobodniy transplantat qilib qotirsangiz, 1 yildan keyin bu oppoq turadi, bular rozовый turadi. Ya'ni estetika tarafi bilan estetik tarafdan farqi bo'ladi. Bugor endi слишком плотный, u giperroz bilan anaqaga chiqib ketadi. Konturdan chiqib ketadi. Bugorlarni endi bilishim bo'yicha ko'proq o'zi jevательный отделda ishlatgan yaxshiroq. Jevательный отдел и plus объем juda katta kerak bo'lsa, o'shanda ishlatganingiz yaxshi. Anaqalarda retsessiyalayotganda o'zi ko'pincha nyobadan olinadi. Retsessiyani ko'proq nyobadan olish kerak, chunki sizga keraklicha ishlashingizga qulay. Keyin o'sganda ham kontrollerni rost beradi. Ham chiroyli milk hosil bo'ladi. Bugorda слишком плотный bitmasligi ehtimoli juda katta, chunki qon tomiri juda kam. Tanglayda более сосудисто выраженный сосуд. Shu parodontologiyaga kirmoqchi bo'lgan yoshlarga, даже опытный vrachlarga nima maslahat berasiz? Nimadan boshlash kerak meni shu parodontologiyaga kirish uchun? Plastikalarni o'rganishga. Ya'ni bu soha endi men shitasi qiladiganim eng kuchli spetsialistlardan bittasi siz. Undan keyin mana hozirgi paytda endi rivojlanib kelayotgan specialistlar. Sanoqli. Da, kamda parodontologlar plastik disney bilan shug'ullanadilar. Ya'ni одномоментный qilib turadi asosan, retsessiyalarni yopish. Retsessiyalarni yopish birinchi sababini topish kerak. Ikkinchidan o'sha narsani bilgan holda kirish kerak-da, bilmasdan kirish kerak emas. Chunki milk ko'rinadigan joy. Agar осложнение olsangiz, birinchi navbatda kasal shikoyat qiladi. Ikkinchidan o'zingiz o'sha qo'rqib anaqa sinadi. Xohishda motivatsiya sinadi. Shu bilan tashab qo'yishingiz ham mumkin. Boshida menda ham осложнение ko'p bo'lgan. Xudoga shukr, o'zim to'g'rilab. Shu qaysi yo'l to'g'ri deb o'ylaysiz? Nimadan boshlash kerak mana parodontologiyaga kirish uchun? Endi men o'ylaymanki, birinchi to'g'ri yo'l qadam bosish kerak. O'sha masalan, zukelliga borish kerak. Ozgina pul yig'ib qiynalib bo'lsa ham. Chunki ular kerakli narsa o'rgatadi и o'sha to'g'ri yo'ldan sizga eshikni ochib beradi. Bizga o'xshab oldin осложнение qilib borib o'qirdik, yana uni осложнение qilib borib o'qirdik. Biz oldiga orqaga ko'p yurganmiz, o'shaning uchun bitta joyda ko'p turib qolgan bo'lishimiz ham mumkin. Hozir sizlarda sharoit bor, hamma adabiyotlar ochiq, lekin hech kim shunday ham o'qimaydi. Bizga paytda agar adabiyotlar shu darajada agar dostupniy bo'lganda, biz menimcha bundan ham yaxshi mutaxassis bo'lardi. Tushunarli. Keyin time managementni gaplashaylik. Bir xil 2 minutda implant qo'yib tashladim deydi-yu. Shu qanchalik to'g'ri shu? Qanaqa 2 minut, 1 minutda bitta implant qo'ydim yoki 3-4 ta implantni 15 grammda qo'ydim deydi. Shu qanchalik to'g'ri? Tez va sifatli bo'lishi mumkinmi?
Asqarda mana shu narsani ko'ryapman lekin. Endi man uni bilib qilaman-da, chunki man uni hisobini olaman, oldindan tayyorgarlik qilaman. Prosta ochib bunday tiqib qo'ygan. Yo, mana shu vaqt Bilmadim. kutyapman. O'zi tez va sifatli narsa man noto'g'ri deb o'ylayman. Lekin bitta asqarda ko'ryapman. Asqar juda tegishli, protsess bor-u, akkuratnida, juda ham sekin ishlayotganga o'xshaydi, lekin vaqti kelsa endi yarim soat o'tgan bo'ladi. Endi man optdan bu anaqa minimal edi harakatlarim. Shunaqa. Ortiq harakat yo'q. Protokol. Da, protokol bo'yicha o'zingiz bilasizku, masalan, shu patsientingizga shunaqa ishlang, bu patsient bunaqa ishlang. Agar agar qabul qilishdan oldin har kuni kelasiz, birinchi mana og'izni oching deyman. Keyin qarayman milkiga. Keyin anesteziyani o'ng qo'limga olaman, zerklarni olib ukol qilaman. Protokol solish. Da, o'sha yozib protokol qilasiz, keyin uni qaytarasiz. Keyin kerak bo'lsa anaqaga ham osib qo'yasiz. Agar mana bu yerda hayajonlanib esingizdan chiqib ketsa, qaraysiz, shparaga turibdi. Mana shuni qilishim kerak edi. Man o'shanda sekin-sekin hatto kamaytirib borish kerak. Harakat ham kamayadi vaqt ichida. Da. O'shani hisobiga 5-10 minutda qo'ysangiz ham bo'ladi. Bir xilda ochishadi, ochgandan keyin umuman boshqa narsa bo'lib qoladi. O'shani ham ko'rib ketish kerak. Masalan, agar birinchi protokol bo'yicha shuni qildim, to'g'ri kelsa shunda davom ettiraman. Agar ochgan paytim suyi kam bo'ldi yoki nimadir yirtildi, nimadir teshildi. O'ylab qo'yish. Shunaqa bo'lsa, keyingi protokolga ko'chib, o'shani o'zingiz U taraflari ham tayyor turish kerak. Da. O'shanga kerak bo'lsa material, membrana, suyi, yana nimalar. Ya'ni shuni avtomatik bo'ladi-da, yo'q. Da. Endi kallada razработка qilasiz, borgan sari уже sizda anaqa bo'ladi. 10,000 soat deydi-ku. Masalan, bitta narsani boshlash uchun 10,000 soat kerak. O'shanda siz o'sha narsani tushunasiz и avtomatim hamma narsa bilinadi sizda o'sha. Mana shu narsani qilsam, keyingi safar bunaqa bo'lar ekan deysizda, уже xayolda ham уже без shpargalka ishlab ketasiz. Ko'p gapirarlar anaqada. Dovdirab qolardi-ku. Bir kun patsient kelganda, artpeziya qolib qolibdi-da. Nagrudnik yopmanman. Keyin o'rtada shuni oldin nagrudnik shuni yopsam, keyin to'xtatib anaqadan keyin bitta anekdot beraman. Toshkentga berib bittasi baqirtirib qo'yapti-da. Yo'ratim keyin oxirida anesteziya yopdi. Yopgandan keyin Shunaqa bo'lganda. Asqarga xirurg sifatida hozir O'zbekiston respublikalar orasida nimani ko'proq подтянуть qilish kerak, ya'ni implantatsiya menimcha yaxshi ketyapmiz. Plastik disney bo'yicha ozgina ilmlarni oshirishimiz kerakmi? Vrachlarning orasida Endi ko'proq terapevtlar orasida yoki ortodontlar orasida sal targ'ibot qilish kerak. Chunki ko'pincha plomba qo'yib qo'yishadi. U ahvoli yana og'irlashtiradi. Yoki ortodontiya paytida o'zi tonkiy biyativ bo'lib turadi. Uni keyin siljish jarayonida u ochilib ketadi. Расширскanda. Yoki konturdan chiqarib qo'yishadi-da, keyin любой travma yoki qanaqadir stomatit chiqsa, o'sha ochilib ketadi. Yirtilib bitmaydi keyin. Ya'ni qaytanga qo'yan sohadaglar xirurgiya bo'yicha ilmini sal oshirish kerak, to'g'rimi? Klinik mashg'ulotdan. Endi ularda ham baribir o'zining protokoli bor. Masalan, tonkiy ko'st bo'lib, tonkiy biyativ bo'lsa, mana bunaqa lечение, qalinroq bo'lsa bunaqa lечение. Terapevtlarning o'zida ham boshqa klamp qo'yganda o'zida ham bir xil paytda retsessiya qilib olishadi, noto'g'ri qo'yib. Unaqa ham bo'lgan. O'sha oldisi ko'p yurganda ko'pincha ko'radim retsessiyalarni yana totalniy ishlar qilingandan keyin ham ko'p qilardingiz-da. Ya'ni shu vinilli qo'yilgan, koronkalar qo'yilgan. Shuni sababi nima? Totalniy ish qilinayotgan paytda как бы disna normalniy. Vaqt o'tgandan keyin yarim yil, bir yildan keyin retsessiyalar qiladi. Prikus ko'tarasiz, nagrushka ko'payadi. Okklyuzionni problema. Nagrushka ko'payadi. O'shandan keyin agar o'sha boyagi yana o'sha javob va savol biotip. O'sha biotip e'tibor berilmagan, o'shani hisobiga yana ochiladi. Shunaqa momentlarda retsessiyani yopganimiz bilan problemani ustranить qilsak bo'ladimi yoki Problema ustranить qilsa bo'ladi-da. U переделка qilishlar unaqa narsa shart. Переделка endi ortopedga bog'liqda. Agar переделка qilish kerak bo'lsa, oldin o'sha milkni to'g'rilattirib, keyin переделка qilsang bo'ladi. Tak, menimcha u уже protsess to'xtagan bo'ladi, boshqa kamaymaydi ham, yopilmaydi ham. O'sha stabilniy holatga keladi. O'sha nagruskaga moslashgan holatda.
Siz bilan совместно ortodontlar ko'p ishlaydi-ku. O'shanda maslahatlashganda, ko'pchilik uni ortodontlar so'raydi, plastik disneyni до ortodontiya qilgan yaxshimi или poslemi? Nimasiga e'tibor berish kerak u narsada? Endi agar yupqa bo'lsa, do qilish kerak. Ortodontiya. Agar ekstruziya o'sha konturdan chiqib ketgan bo'lsa ildiz, uni iloji bo'lsa ichkari kirg'izib, keyin operatsiya qilsangiz ham retsessiya kamayadi, ham siz kerakli bo'lgan to'qima ham tikishga qulay bo'ladi-da. Hozir agar konturdan chiqib yotgan bo'lsa, uni olib chiqib tikolmaysiz, u bitmaydi. Tushunarli. Stomatologiyadan tashqari yana nimalar bilan shug'ullanasiz? Nimalar bilan qiziqasiz? Shu haqida ham ozgina. Stomatologiyadan tashqari Ko'pchilik sizni biladi-da, lekin taniydi, lekin bilmaydi. Qiziqadi men hamma. stomatologiyadan tashqari hech narsa stomatologiyadan boshqa hech narsa bilmayman hozir. Faqat stomatologiyani bilaman. Kommentariyada ot haqida gapirib bering deb. Ko'p Endi ot bir xil biladi nimadirlarni. Men ot Kam. haqida 2019-18 yil 2 yil qatnaganman. O'sha to'siq oshish deydimi? Hozir esimdan chiqib ketdi o'zi mana ko'rdingiz 5 yil bo'ldi. Rekordim 1:20 bo'lgan sakrash. Necha kilometr? 20 kilometr anaqada yugurganman. O'sha Xan degan ot bo'lardi. Akal Tekinskiy. O'sha bilan shuni anaqaga erishganmiz natijali. Serozin. Конечно, anaqa bilan trener bilan конечно. Hozir уже esdan ham chiqib ketganman. Keyin velosiped boshladim. Velosport bilan ancha shug'ullandingiz-a? 3-yilcha shug'ullandim shekilli. Hozir tashlab qo'yish, klinika ochaman. Hammasi qolib ketdi. Klinika upravleniyasi o'tganingizdan keyin qanaqa qiyinchiliklar Klinika upravleniya juda qiyin. Sizda ham muammolar bo'lyapti, qiyinchiliklar bor. Yo'q, конечно bo'ladi, chunki men necha yillik doktorman, 18 yillik doktor bo'lsam, faqat doktorlik qilganman, upravlenческий ishlar bilan shug'ullanmaganman. Oddiy bitta kabinetda priom qabul qilgandan ko'ra klinikani yurg'izish baribir qiyin-da, to'g'rimi? Da. Qo'lingizda ishchilar bo'lsa, personal bilan ishlash. Personal bor, undan tashqari siz kutmagan syurprizlar bor. Bu yoqdan tekshiraman deydi, bu yoqdan kelaman deydi. Chirog'iga selektorni to'lash kerak deydi. Hammasi o'zingiz Hammasini ham doktorlar qilasiz, ham endi upravlenческий qilasiz-da, u 2 barobar og'ir. Klinika ochishga o'zi nima turtki bo'ldi? Alohida klinika ochishga. Yoshligimdan xohlardim o'zim klinikasi bo'lish. Klinika ochganda klinikani borib ko'rdi, juda ham chiroyli, minimalistichniy stilda qilingan. U stilda qat'iyatdir ideya olinganmi yoki kimdirgadir xos qilibmi? Birinchi o'sha 2019-yil Urban'ga borganimda, u alohida стоящий здание, 5 etajli. Birinchi etajli reception, podval учебный центр, ikkinchi etaj operasionniy, uchinchi etaj ortopediya. Terapiya, ortopediya, rentgen. 5-chi etaj o'zini ofisi, o'sha kitob dars qiladi, kitobi bor, kichkina sport zali bor. Bunaqasi bor, уголок своих достижений. Nimalar olgani. O'shanda ideya kelgan. O'sha paytda ham joyim bor edi, lekin o'zim moralniy tayyor bo'lmaganman, o'shaning uchun atlashit qilingan. Shu nasib qildi, shu 2025-yil shu klinikani ochdim. Asqar aka, keyin sirkon implantlar haqida ham gapirib bersangiz, o'zingiz qo'yganmisiz? Bizada bormi? Bizada qo'yishadimi? Yo'q, lekin bizada eshitmaganman, lekin Straumann o'zi shunaqa sirkoniya implantlari bor. Ko'pincha ular oldingi tishlar sohasida ishlatishadi. Lekin to'liq ma'lumotga ega emasman. Chunki qiziqmaganman, u haqida o'qib ham ko'rmaganman. Estetik zonada ko'proq ishlatiladi, sirkoniya implantlar ko'proq. Endi ko'pincha shuni ko'rganman, endi u особо anaqa vнимание qilmaganman. Faqat estetika tarafdan ustunlikka ega. Shunaqa bo'lishi mumkin-da, yoki qanaqadir metalga desangiz, lekin ustki qismi baribir anaqasi bor. Покрытияsi bo'ladi. O'sha platforma tugashi bilan o'sha держатель yoki abatment shuni anaqasi bor, metal. Asqar aka, shu joyda mana savol bo'ladi. Siz bilan совместно ishlaydigan vrachlar bor-ku, misol uchun ortodontlar patsient jo'natishadi yoki ortopedlar jo'natishadi. Siz qo'ygan implantlarning ustiga ortopediya qilinganida qanaqa xatolarni ko'proq kuzatasiz ortopedlar tomonlama?
Ko'pincha most qilishadi. Neparallelniy agar bo'lsa, platforma sinadi yoki implant sinadi yoki shu bunaqasi suprastruktura sinadi ko'pincha. Aha. Ko'p ko'rganman, oxirigacha o'tirmaydi. U germetizatsiya bo'lmaydi, hidlanadi. Bir marta bo'lgan milk o'stirganman, tiklab berganman, ortopedga yuborsam, hamma o'stirgan milkimni qapishtirib pastga tortib qo'ygan. Искусственный milk qilib. Voy. O'zi milk qilib beryapsiz. Hammasini boshqatdan boshlaganmiz. Aytyapsizku, neparallelniy implantlarni most qilmagan ma'qul deb. Bu yerda qanaqa решение qilsa bo'ladi? Endi birinchi navbatda mulching Multiunit. ko'rgisiz, Mhm. passiv посадка ham bo'ladi, germetizm ham zo'r bo'ladi. Siz o'sha ortopedический konstruksiyani на уровне multiunit bo'yicha работать. O'shanda mana tagida svязкалigi hech qanaqa tegmaysiz. Agar постоянно yechib olib transfer olsangiz, transfer olasiz, formirovать qilib qo'yasiz, baribirga Majidasi razrf bo'lishi mumkin. razrif bo'ladi-yu, baribir o'satga chaqiradi u. Multiunitdan tashqari boshqa yechimlar, misol uchun izidan abatment Bizda nabatni qilsangiz bo'ladi, bo'ladi. sirkonni. Ha. Primil hozir Premium abatment ham taklif chiqyapti. qilishadi, lekin men ko'pincha unga qiziqmayman. Original abatmentlar Da, ko'proq sirkon qilinadi. qilinadi. Tushunarli. O'zi sirkon abatment o'z преимуществоsi ham borda, disna bilan yaxshi chiqish. Да, полированный конечно, joyi. inertniy, приleганияsi abatmentga zo'r, shu anaqa titanoviy основаниyaga. Shu idealniy yopishadi, hech qanaqa shel bo'lmaydi, anaqa bo'lib to'liq yopiladi. И plus shu Algridisga borganimizda shu polirovka etaplarini o'rgatgan, texniklarga o'rgatganmiz, o'shalar polirovka qilib beradi-da. O'sha kletkani razmerida o'sha toshda polirovka qilsa, o'sha kletka o'sha yerga kirib yopishadi. O'shani hisobiga boyagi narsa demodismasyomallar ko'proq. Polirovka qilishini etapi ham borda. Da. Qaysi toshda qancha, qanaqa zernistost o'shalari bor. Topolsam agar qiziqqanlarga tashlab berishim Zo'r mumkin. bo'lardi. Qarab ko'rishim kerak. Qo'yardi publikatsiyada. Asqarga mana shkolalarga ko'p borgansiz. Urbana shkolasi, Zukelen shkolasi, ya'ni Moskvada ko'p kurslar o'tdim doz. Endi aslida shu Zukelen bilan Urbanni oladigan bo'lsak, nima katta plyuslar ko'rdingiz ularda? Ya'ni bizda yetishmaydigan qanaqadir развитие qilishimiz kerak bo'lgan joylarmi? Doim izlanadi ular. Demaydi. Har safar 2 yilda bir borib tursam oldiga, har 2 yilda Обновление bo'ladi. обновлениеda hamma narsa yangi. Aytmoqchiman, ma'lumotlar, statiyalar, o'sha bular to'xtab qolmaydi. Masalan, nimadir o'ylab topdimi yoki nimadir statiya chiqazdimi, u yana izlanadi, boshqa statiya chiqaradi. Hozirgi oxirgi 10 yil ichida menimcha Urban Zukelesiz qanaqa yo'q, statiyalar yo'qda o'zi. Hammasi yana soavtorlik borda ularda. Soavtor bor. O'shanga yarasha bilim ham bor. Shu bilimni ham bular to'xtatmaydi-da. O'sha 2019-yil borganimda milk ochib ko'rsatdi, mana shu o'stirilgan milk nima kamchiligi bor deb ko'rsatildi butun gruppaga. Hech kim topa olmagan. Buni hech qanaqa teksturasi yo'q. Silliq. Men shuni izlanishim kerak, shu narsani o'ylab topishim kerak edi. Mana Apelsin o'tgan yili ko'rsatdi o'sha ikkinchi tishlarni pastga yoki tepada. O'sha apelsinni korka bor joylarni kichkina uchburchak ko'chirib o'tkazib, har xil uchastiklarga. O'sha narsani topdi-da. Roza estetikada уже. Ya'ni chirurglar ko'radigan estetikasi bu. To'liq anatomiyani qaytardi-da. O'sha anatomiyani anatomiyani biologiya qanaqa, tabiat qanaqa yaratgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilish kerak edi, bizga o'rgatgan o'sha paytda. Massajlatsiya qilish kerak. Asqarga shu bilan bermoqchi bo'lgan savollarimiz oxiriga yetdi. Kelganingiz uchun, tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat. Shunchalik vaqt ayirmay. Rahmat sizlarga ham. Xohlasa dallashma yana kutamiz, ko'p kurslar, ko'p leksiyalar. Chunki harakat qilib yuribman. Mana men ko'p. qobiliyatim gapirishga kamroq, lekin harakat qilib yuribman. Oxirgi keldi o'xshabdi shekilli menimcha. Rahmat so'z shunchalik kelganingizga. Hozir bitta razbor kesib qilib bersangiz, ikkita-uchta keyslardan ko'rsangiz, to'g'risi ham shu manfaatli bo'lardi. Patsientkamiz 5 yil oldin implantatsiya qilingan, ortopedga yuborilgan, ortoped konstruksiya qilib chiroyli jo'natgan.
Ish chiroyli, og'zida ham turishlari zo'r. Mhmm. Faqat patsientga shikoyati mana shu hidlanadi, ovqat tiqilib qoladi. Mhmm. Shu nimadir qilsa bo'ladimi deb kelishdi. Mhm. Ayol kishi talabchan bo'ladi. Yonidan ko'rinishi yamka bo'yi aytgan bir balkonchik. Объем yetmayapti. O'sha joyga ovqat kiradi, bu yoqdan anaqasi yaxshi, ekskursiyasi chiqib ketadi. Shu narsani yo'q qilib bering deb keldi. Ochganimizda ortopedik xato. Mhm. Mulching juda katta tanlangan, qalin. Bu biotip ham yuqum bo'lganmi shunda? Biotip qalin bo'lgan, o'sha Qalin bo'lgan. koronka qismi ko'p o'sha lav qimirlaydi, boshqa qiladi. Mana shu yerda anaqa travmaga bardosh berolmaganda mexanический постоянно. O'shaning hisobiga yupqalash shu holatga kelgan. Bu tarafda juda qalin, o'shaning uchun hech qanaqa problem bo'lmagan. Hozir bu yerga o'zi mikromultsin qo'shish kerakmi bu yerga? Endi iloji boricha 4-4,5 bo'lishi kerak maksimum. Manimcha bu yerda 5 qo'yilgan. Keyin konstruksiya yechildi. O'sha hozir biz yechgan paytimizda mana bunaqa narsa mostik hosil bo'lgan milkdan. Agar hozir buni olib biza o'lchab retsessiyani yopaman desak, bu bizaga обманный anaqa beradi-da, ложный informatsiya. O'sha narsani biza to'liq retsessiya qilib olib tashladik. Искусственный retsessiya hosil qilib. Исходя mana shundan kelib chiqib, o'zi biza o'lchadik mana 3 millimetr. Bu shu истинный bo'ladi-da. Bu o'lchandi-da. И shu o'lchovga qarab biza уже anaqani operatsiyani davom ettiramiz. Искусственный ochilgan retsessiya o'lchandi 3 millimetr. Shu medial distalniy сосочекni xuddi shu razmer o'lchaysiz. Qochasi sosoch apex qismida 3 millimetr, bu yoqdan 3 millimetr. O'shaning uchun ham bu yoqda balandroq, bu yoqda pastroq. Bu sosochkka 3 millimetr, bu sosochkdan 3 millimetr. Bitta sosochk emasmi ham bunaqasi. Bu keyin ikkita vertikalniy nadrez qilinadi. Shu 3 millimetrdan. Ikkita gorizontal nadrez o'sha уровеньdan anaqagacha olib kelinadi. Retsessiyagacha. Keyin uni biza to'liq suyagacha ham kesilmaydi. 1 millimetr o'sha skalpel uchini o'zida ishlaysiz. O'sha vertikalniy ham, gorizontalniy nadrez ham shu skalpel 1 millimetr примерно qalinlikda kirib chiqadi. Shu yergacha taqalishi kerak emas. Qoldirish kerak deydi. Ha, tagida shu nadko'shniца qoladi. Shu qolgan nadko'shnicaga keyinchalik transplantat qotiriladi. Mana hozir ko'rsatildi o'sha отслойкasi. O'zi mobilizatsiya. O'shanda biza слизисто-десневой соединение. O'shangacha boriladi и o'sha yerda to'xtalinadi. Agar bu yoqqa chiqib ketsangiz, уже sizda vestibularniy пространство yo'qoladi. Agar hozir mana bu yoqqa chiqib ketsangiz, siz olib tishni bu yog'iga olib ham tiksangiz bo'ladi, bu yog'iga olib tiksangiz. Oradan keyin anaqa kirib vakuum yo'qoladi. Germetizm. Mana o'sha holatda to'xtatildi. Hozir biza mana shu sxematichni kitobdan olingan. O'zim o'ylab topmaganman. Авторский методика emas. Да, Zukeli коронарно смещенный лоскут bu. Klassический. Ikkita gorizontalniy parallel ravishda birinchi navbatda milkka shilliq qavatga parallel qilasiz. Keyin ikkinchi razrez bilan mana уже suyaga parallel qilasiz. O'shanda sizda ikkita parallelniy nadrez o'rtasida mышца qolib ketadi. Mышца avtomatim сокращение payti tepaga chiqib ketadi. Pastki jag'larda ko'pincha bu olinadi. Chunki u xalaqit qiladi o'sha vestibularniy пространство hosil qilishda. O'shaning uchun o'sha joy olib tashlanadi. Kesib. Отслойка qilindi. Hammasi mana. Hozir ochib tortib turibsiz-a tepaga? Da, ochib pinchetda ushlab turibman. Endi men skalpelda ushlamayman. Skalpel
kesmaydigan darajada man bosim bera olamanda o'sha qo'lim bilan. Manual navik. Mana hammasi одним надрезом unaqa arra yo'q yoki zigzag yo'q. O'sha bitta razrezda kesasiz. Bir tomonga bitta skalpel ishlatiladi, ikkinchi tomonga bitta skalpel ishlatiladi. Keyin buni reduksiya qilmoqchi bo'ldim, lekin qilmadim, chunki bu yoqda germetizm buziladi. Platformaga tegib ketadi. Platformaga tegiladi, tegilgandan keyin germetizm buziladi, shu bilan o'sha narsa qaytarib keladi. Просто buni polirovka qildim и o'zini taqib qo'ydim. Polirovkani nimada qilasiz? Polirovka o'sha anaqa disk. Keyin bizada ikkita loskut hosil bo'ladi. Birinchisi anatomический сосочек. Ikkinchisi xirurgический сосочек. Xirurgический сосочкimiz mana. Bu xirurgический yangi сосочек shu anatomik сосочекni ustidan tushishi kerak. O'shanda sizda mana bu zenit bu yoqqa keladi, bu сосочек bu yoqqa keladi. Keyin mana implant поверхность ochilgan, lekin hech qanaqa воспаление yo'q. Hech qanaqa yiring yo'q. Hech qanaqa strashniy yo'q. Bu endi yillar davomida norma hisoblanadi. Xuddi tishni olganingizda ham tish milk chiroyli turadi, lekin tushi ichkarida qolib ketgan bo'lishi mumkin. Shu 5 mm, 6 mm u hech qanaqa kritik emas. Ikkita loskutni parallelni kesdingiz, отслойка qildingiz, o'sha nadko'shnicani qoldirib. Mana shu yerda mana to'liq ko'rsatilgan. Hammasi mana shu nadko'shnichi. Hozir 1 mm kesishingizdan oldin zondni o'zi biotip o'lchab olasizmi? Qanchalik qalinligini? Biotip shunaqa ko'rib aytsangiz ham bo'ladi. Mana milk biotip qalin. Yo'q, o'zi qalin ingichka bo'lishidan qat'iy nazar 1 mm kesilinadi. Endi qalin bo'lsa ko'proq kesasiz. Yupqa bo'lsa u nadko'shni bilinar-bilinmas qolib ketadi. Островокlar. Shuni. Bu mana sochni chiqmaydi u. Qalin bo'ldi. U nomiga ikkita nadko'shnisi qolib, o'shani amallab keyin tikiladi-da. Tonki biotip qiyin ishlash. Anatomik сосочекni keyin отслойкani qilasiz, depitalizatsiya. Mana. Depitalizatsiyani skalpelda qilasizmi? Depitalizatsiyani 12-skalpelda qilinadi yoki qaychisi bor o'sha juda yupqa. Yoki mana sxemada 15 da ham ko'rsatgan. Endi men ko'pincha 12 da ishlayman, chunki qulay ham. Naklonga kirish oson. Bu yoqda mana o'sha именно shu patsient test tayyorlaganimda niyobniy arteriya qonab anaqa berdi. Kровотечение. Uni ham to'g'irlash oson. Oddiy lazer yoki koagulyator bo'ladi yoki oddiy gladilkan zажигалка yoki anaqada spirtovkada qizdirasizda. Prijaga soladi. Qonab turgan sosudga shuni bosasiz, bo'lib qotadi. Mana bu yoqda qo'yilgan. Mana shu tochkada sosud qonab turadi. Telefonda olishganda o'shaning uchun qara. Mana shu bosildi и shu bilan operatsiyani davom ettirdik. Tak, endi transplantat qanaqa bo'lishi kerak? Transplantatni o'lchaysiz, operatsiya mana. Necha millimetr? 8 mi 9? 9 millimetr. Enaga bo'yiga kamida 4 yoki 5 bo'lishi kerak. O'shanda sizga keraklicha mana bu anaqaga to'g'ri keladi. Razmer olinadi. Da, o'shanda bu yoqqa kelib bundoq bo'lib qolmaydi, kontur to'liq davomida o'tib ketadi. Bu tur depitalizatsiya jarayoni. Kerakli razmerda yana to'g'irlaysiz. O'sha keraklicha parallelni qilib, kvadratni qilib kesasiz и mana bu sam etap depitalizatsiya. Skalpelni shu darajada 3 gradus, 5 gradus qilib sekin kesasiz. O'shanda bunaqa alohida epiteliyda o'zi chiqadi to'liq. И sizga keraklicha anaqa ham chunki epiteliy tagida o'sha biriktiruvchi to'qima boshlanadi. Agar uni qalin olib tashlasangiz, tagida keraksiz material qolib ketadi. Ha, bu
etapi oldin bir tarafga masalan mana shu yerda o'rtadan boshlab bu yoqqa yurasiz. Keyin aylantirib o'sha kesilgan epitalizatsiya qilingan joydan yana davom ettirib bu yog'ini ochasiz. Chunki boshidan boshlasangiz anaqa bu aylanib ketishi mumkin, ko'tarilib ketadi. qolishi mumkin. Treniya hisobiga. Keyin chetlaridan qolgan epiteliyani olasiz. Keraklicha razmer qilasiz yana. И qo'yib o'lchab ko'rasiz. Agar ortiqcha joyi bo'lsa yana kessa bo'ladi. Iloji boricha 1-2 millimetr kattaroq olinadi o'sha depitalizatsiya hisobida. Baribir 0,2-0,3 yo'qotasiz. Ikki tomonlama o'sha 0,5-1 millimetr yo'q bo'ladi. Uni keyin o'sha anaqaga zonaga qo'yasiz. Retsipient. U nadkosnitsaga qotiriladi hozir bu. Nadkosnitsaga qotiriladi o'sha boya qoldirilgan. O'shaning uchun skalpel uchi bilan kesgansiz-a, tekizmasdan. Shuning uchun. Hozir mana hozir mana shu yerda biza hozir bu yoqda 1 millimetr kesdik-ku. Bu yoqda prям epiteliyda razmerida kesiladi. Даже 0,2-0,3. Bundan kam ham bo'lishi mumkin. Endi kitobda necha yozgani hozir esimda yo'q. Prям stik kelar ekan. Hozir mana qaraydi. Mana bu depitalizatsiya qilingan. Men zont hozir qo'yib yopib qo'ygan ekanman. Mana shu yerda hozir ustub bor menda. Bu qalinroq, u yupqaroq. O'shani hisobiga stupenka bor. O'sha stupenkani razmerida hozir men transplantant qo'yaman. Shu joyiga tushadi-da. Mana shuni qo'ysangiz, o'sha boyagi ikkita depitalizatsiya bo'lgan sosochik bilan siz qo'ygan transplantant bir-biriga ровный bo'ladi. Mana. Hozir 7-0 vikril bilan tikilgan. O'sha nadkosnitsaga bu yoqdan slizistiga tikilgan. Bu yoqda nadkosnitsa qilmaydi tepadan. Qo'l bu yoqdan kirasiz, transplantat tashqaridan kirib bu yoqdan chiqasiz, tortasiz. Shu hisobiga bu yoqqa siljiydi, bu yoqqa tortiladi. Skladka bo'lib qolmaydi, yig'ilib. Bu birinchi bo'lib ikkita pas qilasiz, chunki o'zingizga keraklicha kontur tushirib olishingiz mumkin. Zenit. Mana masalan, zenitni bunisi ikkalasi bir xil hozir. Agar men hozir buni sal pastroq tiksam, mana bu yoqqacha keladi. Yoki teparoq tiksam, o'sha yerda qoladi. Oldin bu ikkita chokni qo'yasiz, keyin bu ikkita chokni qo'yasiz fiksiruющий. Keyin покрывной лоскут tikishni boshlaganingizda har doim подвижныйdan неподвижныйga ketish kerak. Вкол teparoqdan qilinadi. Покрывной лоскутni. Неподвижныйda sal pastroqda. O'shani hisobiga tortadi. Chok tortadida avtomatim o'sha loskutni o'zi koronarniy смещение qilib kelasiz mana shu yerda o'zi. Bu yoqda hech qanaqa siz просто qo'yib qo'ysangiz ham o'zi turadi. Просто qaysi menimcha boshqa keysda qilingan o'sha etaplarni olgan. Ya'ni parallelni tikmaydi, sal pastroq qo'yiladi, tortish uchun. To'qimani parallel bu yoqdan vokal parallel bo'lsin deydi-ku, o'sha narsa bu yoq baland, bu yoq pastda bo'lgandan keyin avtomatim chok qo'yganingizda loskut bundoq tortiladi. Tortilgani hisobiga sizda уже koronarniy смещение bo'lib oxirida просто объемdan shok qo'yasiz. Shof qo'yasiz. Tepadan pastga, tepadan pastga. Bu yoqdan xuddi shu tepadan pastga kelib, oxirida mana bu narsa qoldi. Bular vikril emas-a? Bu 6-0, 7-0. Vikril. Vikril bu ham. Bu tanglaydagi jarohat X-образно qilib tikildi. И жидкотекучий bilan anaqa yopildi. Bu bitgandan keyin. Boyagi mana kuydirgan joyimiz hali ham qorayib turibdi. Bu hozir bir haftadan keyingi holat. Chok yechgandan keyin. Zenitlari bor, qalinligi bor. Endi bu yetilishi uchun kamida 9 oy kerak. 9 oydan keyin rasm olsam, ikkala
anaqa bir xil chiqadi. Zenitlar. Да. Так. Endi bu patsientimiz, anaqa referativniy. Mhm. Koronka qilingan, implant qo'yilgan. Boyagi hozirgi yoshlarga tavsiyamiz shu agar sifrani yaxshi tushunsa, shu sifrovoy anaqa qilsa yaxshi, shablon. Chunki hozir bu ham vestibulyarni, ham angulirованный. Juda qiyin mana. Hop bu yoqqa qarab turadi bundoq. Ham vestibulyarni turibdi. Qanaqa qilishgan ekan bu yerda? Endi tish olib qo'ygan, vestibulyarni tomonida suyak yupqa bo'ladi. Bosib ketadi. Ha. O'shani hisobiga tangli suyi qattiq. O'shani hisobiga sverlo ham yumshoq tomonini qidiradi. Bu qiynalib bu yoqqa qilib siz ushlab turmasangiz agar upor qilib oldiga tortib bilmay qolasizda. Masalan, birinchi sverloda to'g'ri kirasiz. Chunki yupqa u sizga bilinmaydi. Keyin qalinlashgan sari qalin tomonni сопротивленияsi ko'p bo'lgani uchun vestibulyarni surilib shunaqa chiqib ketadi. Bularni agressivniy rezbali bo'lsa tortib ketadi-da. Bunda ham xuddi shunaqa protokol qaytarildi. Buni oldirmoqchi edim, lekin bitta anaqasi plyusi chuqur ekilgan. O'shani hisobiga olib qolishga qaror qildik. Abatment perimer abatment qilindi. Bu ham xuddi shunaqa отслойка qilindi. Endi bu osonligi tish bo'lmagani uchun bemalol anaqa ishladik, oson. Bu mobilizatsiya loskisi. Bu boyagi kessa nima qilingan bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa qilindi, qaytarildi. Mana abatment texnik qilib bergan, shunda ham men yana o'zim reduksiya qildim buni. Объем kamaytirdingiz-a? Ja, shu qancha zatopить qilsangiz, shuncha sizni oldingizda Betib ko'p bo'ladi. milk ishlash uchun qulay bo'ladi, bitishi uchun ham anaqa sharoit yaxshiroq bo'ladi. Anaqani transplantant olish jarayoni. Transplantat olganda ham shu qancha zaklubis qilish kerak skalpellar? Skalpel o'sha nima deydi hozir skalpel bo'lsa. Boshqa aytdingizki, ustub qilaman deb. O'sha qancha qilsangiz shuncha zaklubis qilinadimi yoki depitalizatsiya? Hozir bo'lsa mana. Ham skalpelni agar o'lchasangiz, mana shu 1 millimetr. Reshi joyi. Da, mana shu yarimigacha kelsangiz 0,5. Mana bu kirsangiz, shunga qarab kontrol qilsangiz ham bo'ladi agar zond bo'lmasa. Bir xilda bo'ladi, 3-4 ta patsientimiz zondlar ham tugagan bo'ladi, o'sha orientir mana shuda. Depitalizatsiyani ham shu yerda qilish kerakmi, bura? Da. Qo'limda mana loskutlarni ham ko'tarib turaveraman. Bu bilasizda, qaysi darajaga bossangiz kesib ketadi. Unda olib loskutni ham ko'tarasiz, bir xil payt choklarni olib bundoq qilishingiz ham mumkin. Mana hozir biz 1 millimetr milk olishimiz uchun 1,5 millimetr joy anaqa qo'yganman, chuqurlikda. Mana. Boyagi etapniki. Endi bu yoqda ko'proq menimcha to'liq qilingan. Mana. Qo'lingiz bilan fiksatsiya qilasiz. Sekin ostrый skalpel bilan agar tegi bir xil parallelni bo'lsa, bir xil joyi qalin, bir xil joyi yupqa bo'lmasa, to'liq transplantat to'liq boshidan, masalan, bu yoqdan bu yoqqacha to'liq olinadi. Agar qaysidir joyi qalin bo'lib, qaysidir yupqa bo'lsa, mana bunaqa chiqadi mana. O'rtasini olasizda, keyin keyingi etaplarda o'sha yonlarini olasiz mana. To'liq depitalizatsiya bo'ldi. Endi mana bu razmeri. 1 millimetr. Zo'r. Eng zo'r material mana shu 1 millimetr. Bitishi ham oson, keraklicha sosudi ham bor. Hech qanaqa diskolorit bermaydi. Qalin o'sgan paytda ham giperrost bermaydi. Bo'ladi. Prognoziruемый-da. Kontrol qilsa bo'ladi.
Bu ham xuddi shunday fiksatsiya qilindi. O'zi abatment o'zini qoldiramiz. Da, abatmentni ham polirovka qildik. И boyagan narsa mana zenit. Shaxta tagida qolib ketdi, lekin men zenitni yana chiqazdim. Mana, oldin bu yoqda edi. Keyin chokni olib tashlab, yana ko'tarildim, tortdim pastga. Окончательный unaqa fiksatsiya. Nadko'shnitsiyaga qotirildi, bu yoqda nadko'shnitsiya, bu yoqda nadko'shnitsiya. И boyaga chok mana. Past tortdim. Yuqoriroqdan qilingan tufqol, vыкл pastroqdan. Bu yoqda yuqoridan pastroq. Mana konsepsiya bo'yicha mana. Narigi kesda bo'yi ham объемный chok qo'yilmagan holatda bor, o'shanda ham уже kelgan. O'sha chok qo'ymasizlar. Bu ham tikildi, mana 3 ta dona chok bilan shuncha yara yopildi. Hech qanaqa anaqasi yo'q. Usili ham yo'q, kompressiya ham berilmagan. Vestibulyarni ko'rinishi qalinligi bor, sosochklar bor, объем bor, zenit tushdi.